Prezidentimiz tomonidan 2025-yil 10-noyabr kuni tibbiyot va farmatsevtika xodimlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda sohaga doir ko'plab dolzarb vazifalar belgilab berilgan edi. Ayni paytda shu vazifalar ijrosi yuzasidan akademik To'raqulov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida ham keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Markazning o'zida o'tgan yilda 36 turdagi yangi tashxislash va davolash usuli yo'lga qo'yilgan bo'lsa, filiallarda 66 xildagi diagnostika va 45 turdagi davolash usuli o'zlashtirilgan. Tumanlarda birinchi marta 45 xil diagnostika va 42 turdagi davolash usullari amaliyotga kiritildi. Bu amalda qanday samara beradi? 25-yil davomida Toshkent shahriga viloyatlardan kelayotgan bemorlarning soni 12% ga kamaydi. Shu jumladan statsionar sharoitda davolanayotganlarni 15% ga. Bu esa viloyatlarda tuzilgan infrastruktura, ulardagi filiallarimizdagi yangi texnologiyalarning natijasi deb hisoblaymiz. Bizga faqatgina yuqori texnologiyalarga muhtoj bemorlargina kela boshladi. Shu sa'y-harakatlar natijasida dastlab markazning o'zi ISO 9001-2015 muvofiqlik sertifikatini qo'lga kiritgan bo'lsa, o'tgan yili Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax va Namangan filiallari ana shunday sertifikatlarga munosib ko'rildi. Bu albatta tizimda ixtisoslashgan tibbiy xizmatni aholiga yanada yaqinlashtirish, uni sifatini oshirish, xalqaro aloqalarni rivojlantirish, raqamlashtirishni jadallashtirish qatorida ilmiy faoliyatga ham alohida e'tibor qaratilayotgani bilan bog'liq. Muassasaga borganimizda bu yerda yangi ilmiy laboratoriyalar ishga tushirilgani va yana qator yangilanishlarga guvoh bo'ldik. Markazimizda bu yil 5 ta yangi ilmiy laboratoriyalar qayta tiklandi. Akademik To'raqulov nomida bizning markazimiz yuradi. Mana shu Akademik To'raqulov nomidagi stipendiya ta'sis etildi. Bundan tashqari endokrinologiya markazida ilmiy kengashimiz faoliyatini ko'rsatyapti. O'rta Osiyo endokrinologlar ilmiy amaliy jurnali ta'sis etildi va bu jurnal xalqaro indeksatsiyalangan jurnallar qatorida registratsiyadan o'tish arafasida turibdi. Ma'lumki, oxirgi yillarda sun'iy intellekt hayotimizga jadal kirib kelmoqda. Shu bois markaz jamoasi ushbu masalaga ham jiddiy yondashyapti. Hozirgi kunda markazimizda ham ba'zi bir qurilmalarni sun'iy intellekt elementlarini joriy qilgan holda tatbiq qilyapmiz. Ya'ni hozirgi kunda yanvar oyida ultra tovushli Italiya mahsuloti bo'lgan MyLab ultrasovuq qurilmasini sun'iy intellektlari orqali algoritmga uladik. Hamda ikkinchi sun'iy intellekt joriy qilgan texnologiyamiz bu bemorning tanasidagi glyukoza miqdorining oshib ketishi hamda kamayib ketishi bo'yicha Saytak nomli tibbiyot uskunasini uladik. Ushbu qurilma bizning shifokorlarimizga bemorning kunlik, ya'ni har 3 soatda qonidagi shakar miqdorini, glyukoza miqdorini tushib ketayotganligi, ko'tarilib ketayotganligi hamda kunlik hisobotlarga asosan qachon maksimal tushish ehtimoli borligi hamda qachon maksimal baland ko'rsatkichga ega bo'lishini ko'rsatib beradi. Joriy yilning dastlabki kunlarida ochilgan yangi bo'limda ham bo'ldik. Bu yerda tartibga keltirish yumushlari endi oxiriga yetkazilayotgan bo'lishiga qaramay, bemorlarni qabul qilish va davolash boshlab yuborilibdi. Bu bo'lim endokrin kasalliklar natijasida yuzaga keladigan suyak bo'g'im patologiyalarini o'rganadigan bo'limdir. Bu bo'limda qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari, postmenopauzal osteoporozlar bilan davolanish mumkin. Tasvirga olish jarayonida muassasaning bolalar bo'limiga ham kirdik va bu yerdagi yangilanishlar bilan qiziqdik. Bolalar bo'limida bolalarda uchraydigan endokrin patologiyalarni aniqlash va davolash yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lib, bolalarda o'sishdan orqada qolish, bolalarda jinsiy rivojlanishning buzilishi, bolalarda uchraydigan semizlik, buyrak usti bezi kasalliklari va qalqonsimon bezi kasalliklariga to'g'ri tashxis qo'yish va davolash olib boriladi. Biz har bir bemorga individual yondoshib, markazimizda joylashgan laborator, instrumental tekshiruvlardan o'tkazamiz. Markazning zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan laboratoriyasini chindan uning yuragi deyish mumkin. Axir barcha tahlillar uning faoliyati bilan bog'liq. Bu yerdagi zamonaviy uskunalar va ularda ishlayotgan xodimlar faoliyatini kuzatar ekanmiz. Bizga yaqingacha faqat xorij kinolarida ko'rgan jarayon ko'z oldimizda gavdalangandek bo'ldi. Umuman respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida yana ko'plab yangiliklar va izlanishlar guvohi bo'ldik. Bu intilishlar yaqin istiqbolda o'z samarasini berishi shubhasiz.